Ramazan yazmaları 5. bab Roza tutuş özünü tutqanlıq 4. bölüm Rozanın beşini tik tutun, rozumu beşinizni tik tutsun. Şemsiddin Şami'nin qamisi Türk'nin oruç yani roza maddasida mundaq ma'lumot bor. Parischa roza so'zidan kelgan bo'lib, Türklarning ri va el bilan boshlangan so'zlar bo'lmag'achqa, bundaq so'zlarning beshiga doim kalimaning so'zuq tavushiga mos holda bir tavush qo'shildi. Bu shuning bilan oruç bo'lgan. Ya'ni Rosni Orus, Ramazonni Ramazon deb atag'inidek. Oruç so'zining yiltiziga munosabatlik yuqoridagi ma'lumotlarga asosan qadimki turklarda ro'zaning yo'q ekanligini, bu ibodatning islom orqali boshda parislarga ondan bizga yetib kelganligini ayta olamiz. Ro'zaning Qur'ondagi atalishi savm. Savm buyuk arab tili ansiklopediyasida berilgan ma'lumotga qaraganda tark etish va bardoshlik berish tusini olgan sabr ma'nosini bildirdi. Savm so'zining yiltiz ma'nosiga asosan ro'zaning tutish va tashlashdan iborat bir-biriga zid ikki ma'nosini o'z ichiga olgan bir ibodat ekanligini bilalaymiz. Ro'zaning maqsadimi bu ma'noni inson hayotida aktiv holga keltirish. Ya'ni tutishga tegishli bo'lganlarni tutish va tashlash zarur bo'lgan va tark qilish foydali bo'lganlarni tashlash. Ramazon ro'zasini farz qilgan Qur'on oyatining bu farzning sababini bayon qilib mundaq oxirlashishi. Yuqorida tilga ilingan natija bilan o'xshashlikqa ega. La alaykum tattaqun. O'zinglarni saqlashinglar, qo'g'dishinglar uchun. Natijada faqat o'zini saqlaganlar qo'g'dilib qoladi. Tark etishni bilganlar bardoshlik bera oladi. Yo'qab ketmaydigan va yaxshi narsalarni tutib turish uchun o'tkinchi va yomon xarakterlik narsalarni tashlash shart. Ba'zida tutib tura oladigan narsangizning soni tashlab oladigan narsangizning soni bilan o'ng tanasib bo'ladi. Buni mundaq tushuntirishga bo'ladi. Ya'ni tashlab etmay erishmoqchi bo'lish xuddi badal to'lmay qo'lga keltirishga o'xshaydi. Tutgan narsangiz maqsadini sizda namoyon qilib qilmasligi sizning nimalardan voz kechilishingiz bilan munosabatli bo'ladi. Saqlanishingiz faqat Allohdan qo'rqgan holda o'zingizni tortqanligingizning bir mukofoti bo'ladi. Biz aqida qilgan qimmat haqiqatning bizda qanchalik iz qoldirganligini va haqiqiy ekanligini bilish uchun o'zimizdan bu savolni so'rab beqishimiz kerak. 1000 qatim 28 fevral vaqasi bo'lsa 1997 yil 28 fevralda Turkiya davlat bexatarlik yig'inida diniy faoliyatlarning kuchayishini cheklash qaror qilingan. Bir Ramazon bu millat qoldirgan bir ma'naviy kayfiyatni yo'qota olamdi. Qancha kishi o'chmas iz qoldirgan qimmat haqiqatning o'rniga dasatmoqchi bo'lgan. Atalmış sarxillar davlat kuchini safarbar qilib shakllantirishga uringan yolg'on va sun'iy qimmatlar uchun aqidasidan voz kechidi. Jinidan, melidan, yemak ichmagidan, havisidan, nafsidan qaysidan voz kechar? Islom qimmat qarashlar bilan 1000 yil davom qilsa-mu, uningga qarshi jang e'lon qildiganligini jar salganlar ko'rmagan yoki ko'rishni xohlamagan va yuziga zarda bilan urilgan tastakdak to'yilgan haqiqat mana bu.
ular jang e'lon qilgan insoniyat tarixining o'zgarmas qimmatlarga vakillik qiladigan hayot mezoni bo'lgan islomning bugungacha so'zilgan 1000 yildan buyon kufr va shirik, tug'yon va isyon, shayton va agashkuchilarning har xil va har turlik bo'lishiga qaramay kunimizga yetib kelganligini unutib qolgan o'xshaydi. Ramazon bir ilohiy kun tartib. U butun yolg'on kun tartiblarning zulmatning qop o'ttirg'i tushgan yolqindak tushdi. Afsuski, bu nurning ko'ngillarga nur, ko'zlarga shodliq, putqa darmon, yuraklarga farmon bo'lgan nuridan qalb ko'zi ko'r, quliqi gaz, ig'izi tutilganlar yana foydalana olmaydi. Hammadan bak ularga ichinish lozim. Ramazon ro'yining g'izolanishi uchun vujud och qo'yilgan oy, 11 oyning yurakni qoldirgan kir, dotlarni tozalash uchun yurakning kutinishi mezgili. Yurakning vahonlariga isilib, o'ziga qarab yuqori o'rlashni orzu qilganlar uchun tepilg'isiz bir fursat Ramazon. Umidlar ko'chman qushlardek uchib ketgan. Kelajak bahori g'oyibi o'limga mahkum qilingan. Gul yuzlik yarning xushburqi, qora niyatlar otgan o'qta, o'tmi to'shik bo'lib ketgan. Qirov bosgan savdolar Yunuslardek o'lib olish uchun o'zini qirg'oqqa otgan. Xiyonat bo'ronlari beg'ubor qalblarni xomandek so'rib tashlagan. Quyoshga qarshi vulg'onlar terror astirgan bir zamon va makonda Ramazon faqat bir emas, 1000 imkonga aylanadi. Ramazonni yeb ichish ma'rikasiga aylantirish bu imkonni nadonlarcha isrof qilganlik bo'ladi. Ramazonni mashrabga aylantirib olganlar ro'zani o'riqlashga, ibodatni odatga aylantirdi. Odatni odatga aylantirib olganlarning o'tkazgan ikkinchi xatoligi shubhasizki odatni ibodatga aylantirish bo'ladi. İjtimoiy gumrohlikdan va bo'hrondan beorom bo'lganlar bu masalalarning bir parchasi bo'lishning o'rniga hal qilish chorasining ichidan o'rin elishni orzu qilsa, xuddi Rasulullohga o'xshash oldi bilan o'zi tunishadigan, bilishadigan bir muhitga hijrat qilish kerak. Ramazon mushundaq bir hijratni orzu qilganlar uchun tepilg'usiz bir hera bo'ladi. O'z kimligini yangidan yug'urib, qaytadan dunyoga keltiradigan bir mavjudiyat to'lg'iqining gul yuzlik mevasiga faqat Ramazonla eng yaxshi tug'ut onasi bo'la oladi. Ro'za tutish bilanla ish tugab qolmaydi. Asli qilishga tegishli ish ro'zaning beshini ching tutish bo'lib, bu mamlakatda harom yeb o'zini bo'davatgan haromzada va haromliqlarga qarshi halolning, haqning, adolatning jon pida himoyachilar bo'lish orqali ro'zaning beshini tik tutqili bo'ladi. Bu mamlakatni bulangchilar changilidan qutqizib, uvalchilikqa uchirganlarga topshirishni, ro'zani butunlashtiradigan bir tarbiya deb ishongan vaqtimizda ro'zaning beshi tik tutilgan bo'ladi. Yuragingizni boshqalarga ochgandak, dasturxoningizni va neningizni kambag'allarga, yetim yesirlarga, uy-chaqsizlarga, ishsiz va kirim manbasi yo'qlarga ochgan vaqtingizda ro'zaning beshini tik tutgan bo'lasiz. Har kuni sohur va iftorda yeyishni xiyol qilgan xilma-xil nozik ne'matlar uchun ketadigan xarajatni iymon va hurlik ko'rishiga atlangan ko'ngil jug'rafiyamizning aholisiga ayirib, g'urugil bir dasturxonga rozi bo'lgan vaqtimizda ro'zaning beshini tik tutgan bo'lamiz.
yer yüzüdə bir burdananğı zar bolğan barlıq kişilərni, məzlumlarni, zulümgə uçurğanlarni bağrımızga besib, ularni köngül dastıxınımızda kütüp alğan vaqtımızda qorsqımızның açqanlarını unutuya alsaq, ro'zaning beshini tik tutgan bo'lamiz. Siz ro'zaning beshini tik tutsangiz, albatta ro'zimi sizning beshingizni tik, qattingizni ro'z tutadi. Ro'zaning beshini tik tutganlarning va beshini ro'za bilan tik tutganlarning ramazini barkatli bo'lsin.